kelganliging o'zi bu juda katta voqea sanaladi. Orada nima bor? Orada bir olam bor. Bir dunyo fikr bor. Akalar, çıktı yollar, çabalar, orası kapıyı tamam duruptu. Böyle aladı, şu tarafı Hayatın bir doğadan girip, Emelik'ten şunu sırf alasan, bir her bir doğada avvada suyup, ondan ma'lumki qantar olgan kunlarda agar eskilar bilan bog'lar bilan eski bo'ylarimiz bilan suhbat qilsangiz deydi bugun qantar olgan qachon masalan 5-fevral kuni chorvani qantara olgan degan hisoblanadi 5-fevral yoki 20-21 kunlari eksportning chorvani olgan demak mana shu fevral oyidan boshlab quyosh nurni beradi. Kitap çıkarıldı. Şu Cemil'in arkadaşlarının teşebbüsü bilen Kamaşilik 83 icatlarının icadından namlular verilgan. Bu tarixda qoladi, nasib bo'lsa asrlar o'tib, davlatlar o'tadi, mansablar o'tadi, daryolar oqib ketadi, lekin mana bu kitobxonada yana asrlar o'tib ham bu ijodkorlarni xalq ishlab ijodidan namlab almayman. Bu kitoblarimiz Abdullah Mujahiddan Saodat Fazil, Obid Zamin, Omoy Dilrobo'dan tortib, bugun ijodlarimizni Tumarisi Berçinoylari, çempiyondur Tursunoylari, sizga izoz, sizga tashakkur, Qamashimning qora qoshlari, mehnat bilan o'tar vaqt soat, elga xizmat, ko'ngilga rohat, tadbirlarda bosh qosh sabohat, sizga ta'zim, sizga tashakkur, Qamashimning qora qoshlari, kutubxona Ziyo maskani, Jamilaxon uning rahbari, ijod ahli yig'ildi bari, sizga ta'zim, sizga tashakkur, Qamashimning qora qoshlari. Siz ko'kdagi quyoshsiz, oysiz, siz yerdagi hayot baxsh soysiz, ma'rifatga, ziyoga boysiz, sizga ta'zim, sizga tashakkur, Qamashimning qora qoshlari. Ne bakri yeter bir değil Leyla
Gelin ayday doldunma, ayday gelin doldunma. Öldürsün ya satını, ayday gelin doldunma. Layla hey, el büyüt bulmayı bilayım. Köyden farkım bilayım. Şimdi oturup bende, darvazam geçmeyen bayram.